asl teddylar, royal teddylar. Royal Teddy o'zi asl Teddy emas. Aslidan nisbatan bilinadi. Asl nisbatan bilingani bu Royal Teddy, bu asl Teddy degani emas. Royal Teddy asl Teddy emas. Asl Teddy John Cena Teddy. Calcira Teddy, Salara Teddy. Hamma tushundimi? Asl Teddy o'shalar. Nisbatan farqi bor. Mana John Cena tushuntirganimdek topchi shularning ichidan Mana shu John Cena. John Cena. Ajratchi shuni. Lekin farzi puri, Kamagar, gol ichiga kiradi. Selkotki. Bular Teddy emas. Ichiga kiradi. Selkotki, gol, Selkotki, gol, Kamagar. Yana 3 ta Teddy. John Cena Teddy, Calcira Teddy, Salara Teddy. Asl Teddy o'shalar. Royal Teddy asl Teddy emas. O'shanga nisbatan buni ko'pchilik asl Teddyni ajrata olmay Royal Teddy deb o'rayapti. Endi Royal Teddyga o'tib ketdik bu yerda. Ya ko'rashinglarga o'tib ketdik. Qayerda boqib o'tiribdi? Dubayda boqib o'tiribdimi? Qirollikda. Pokistonda, Hindistonda 90% bo'lsa 10% boqayotgandir risopkiga. Lekin asl Teddy John Cena Teddy. Calcira Teddy, Salara Teddy. Mana bu Calcira Teddy. John Cena'ni ber mana. John Cena. John Cena'dan boshlaylik. Mana asl Teddy John Cena Teddy. John Cena Teddyni qanday tushuntiraman? Mana John Cena Teddy sanchiqlarni ko'ryapsizmi? Sanchiqlar, oq sanchiqlar. Ko'z mana. Dum mana. Ko'ryapsiz. Asl Teddy John Cena Teddy, Calcira Teddy, Salara Teddy. Bu asl Teddylarga kiradi. Bu ko'zida qizil bor ekan, bu Kamagar degani u tumshug'ining uchida qora bor. Bu ko'chada yurgani uchun mana ko'chada yuradiganlari bizni regionda qorayadi tumshuq. Ola ismi yo'qmi qorayadi. Qoraymaydiganlari bor. Endi qarang. Calcira Teddy. Ko'rsatma sanchiqlar. Calcira John Cena. Bu John Cena Teddy. Endi Calcira Teddyni tushuntiraman. John Cena Teddyni tushundingiz. Boshlarida sanchiqlari, boshi seri ko'ryapsiz. Yosh kichkina. Endi Calcirani berib. Boya Calcirani mana asl Calcira Teddy. Mana tumshug'ining ichida qora bor, tumshug'i nozik, uzun, ko'zini ko'ryapsiz. Boshi qora bo'ladi. Boshi qora. Boshi qora bo'ldimi? Dumi qora bo'ldimi? Bu Calcira. Tushundingizmi? Endi Salarani tushuntiraman. John Cena'ni tushundingiz. Boshi seri, och. Sanchiqlari bor. Bu och, bu ham dumi ham och. Mana Calcirani tushuntirdim-a? Bosh qop-qora. Qop-qora bo'lganda ham bir ikkita sanchiq qolsa ham mayli. O'shanisi asl Calcira. Asl Teddy shular. Dumi qora. Dumni ko'rdingiz. Tushundingizmi? Endi Salarani tushuntiraman. Salarani tushuntiraman endi. Salara aslida endi bu Rampuri bilan chiqqan. Tushuntirib o'taman. Shuning uchun tushuntirishim uchun negativ qilmanglar. Ko'ryapsizmi? Badanni Salaradan dum qop-qora bo'ladi. Bosh qop-qora bo'ladi. Calcirada nima edi? Faqat bosh qora bo'lsa bo'ldi edi. Tushundingizmi? Bosh qop-qora bo'lsa bo'ldi edi. Dumda qora bo'lsa, qanotda qora bo'lsa, bu Calcira. John Cena'da bosh och, badan och, dum och. Bu nima? John Cena.
Kalsirada faqat bosh qora bo'lsa bo'ldi. Tushundingizmi? Dum ikkinchi darajali, qanot ikkinchi darajali. Tushundingizmi? Salarada mana bo'yindagi sharpni ko'ryapsizmi? Qizil sharpni. Qizil sharpdan tashqari badan shu holatda bo'lishi kerak mana. Badan shu holatda. Buni ko'pchilik rampuri boshqa deydi. Badanda shunaqa gulla bo'lishi kerak. Salarada dum ham qop-qora bo'lishi kerak. Bu ham asl salara emas. Dumda asl salarada dum ham qop-qora, badanda ham gul, bosh ham qop-qora bo'lishi kerak. Sharp qizil bo'lishi kerak. Endi qarang. Bu rampuri deysiz. Rampuri ham shu mana. Mana asl rampuri. Rampurining ko'zi, rampurining badani. Ana shu rampurining badani qanday bo'lsa, salarada shunday bo'ladi. Dum ham qop-qora bo'ladi. Tushundingizmi? Badanni 4 tadan kam bo'lmasligi kerak. 3 ta 4 tadan kam bo'lmasligi kerak. Badanni ko'ryapsizmi salarada? Bu rampuri. Sharpi bir xil-ku. Nega sharpi desangiz, rampurida tepagacha chiqib ketadi. Rampurida tepaga chiqib ketadi. Endi goldlar. Endi goldlarni tushuntiraman. Goldlar, kamagarlar, mana. Endi ko'zini ko'rsat. Bu nima? Ko'ryapsizmi? Bosh seri, qora emas. Bosh qora bo'lib, ko'z bunaqa bo'lsa, gold bo'ladi. Bunda kamagar zoti ham bor. Lekin kamagar zoti asli bilinmayapti bunda. Nima uchun bilinmayapti? Ko'z qandaydir ana o'qib turibdi, ajrab turibdi. O'shani ajratib bilish uchun bu bizga eskidan kelgan-ku, boshqa bu ko'z nega? Mana ko'zni yaqinlashtirib ko'rsat. Ko'ryapsizmi? O'shanaqa. Endi tushunib yetgan bo'lsangizlar kerak. Asl Teddy. Asl Teddy, John Cena Teddy. Kalsira Teddy. Salara Teddy. Hech qachon Royal Teddy ham, boshqasi ham oldiga kesib chiqolmaydi. Chunki sifat borasida, ko'rinish borasida chiqishi mumkin. Lekin uchish darajasi, uchish nimasi bo'yicha John Cena, Kalsira, Salara Teddy, asl Teddy. Royalni ko'rsataman. Royal meni uyimda ham bor. Royalni men ham boqaman. Endi men o'tgan safar aytganlarim eslaringda bo'lsa kerak. Liniyachilar bo'yicha, ana kulguli liniyachilar bo'yicha hech qachon eslaringga chiqarmayman. Kimdir yaratadi Alloh. Kimdir uni ijro etadi. Ijroda qatnashgan insonlar. Mr. Ding. Eslab qoldilaringizmi? Mr. Ding. Miyan Nazar. Eslab qoldilaringizmi? Endi Chodri Bhati Saki degan inson. Chodri Saki. O'sha ikkita inson как shogirdimi shu insonni nimasi uchunmi endi men tushunmayman. Birovlar 65-yil, birovlar 80-yil, lekin men 1965-yilda turibman hali. Agar tarixni surishtirsalaring ijtimoiy tarmoqlarda 80-yillarga borib taqaladi deydi ko'pchilik. Endi fake-mi, boshqa men ayta olmayman, lekin men 3-4 ta tarixni analiz qilib 64-65-yil analizim. Hindistonni oxirgi urush to'xtagan paytlari shu Pokiston-Hindiston o'rtasidagi nimasida o'sha 65-65-yilga taqaladi.
o'sha sanalga taqaladi. Buni tarixi Mr. Din. Asli asoschisi, Allohdan keyin ijrochisi shu inson. Uyingizda boqyapsizmi bitta kaptarni, tarixini biling. Tarixini bilmadingizmi, bizning oldimizga kesib chiqmaydi. Endi bu boshqa davlatniki, qanday Xo'rozdan boshqa deysiz. Bu boshqa davlatniki bo'lishi mumkin bu teddilar. Lekin Allohniki. Men hech kim oldidan kesib chiqmayman. Kesib chiqadigan Allohning oldidan kesib chiqaversin. Men mana shu narsalar Pokistonda ekan, Pokistonda paydo bo'lgan ekan. Men shu O'zbekistonda boqib, yetishtirib shu davlatimizga iloyim mazza qilib shinavandalarga yetishtirishga men majburman. Ana shu narsani bilib, tushunib yeting. Bu qush bu. Kimning uyida bo'ladi, kimga xizmat qiladi? Mana bularni o'zi biladi, faqat yaratgan biladi. Ana shunaqa. Jon Sira boqasizmi, Kal Sira boqasizmi, Salara boqasizmi, Rampuri boqasizmi, Royal Teddy boqasizmi? Hammasi faqat yaratganniki, faqat etabi bor. Liniyachilarga faqat men shuni aytib qo'yaman. Saki Miyan Nazar, Saki Chaudhry Bahati Saki Miyan Nazar ikkita. Undan oldingi bitta Mr. Din. Mr. Dindan keyin shu ikkita insonni tan olaman. Liniyachilarga. Undan keyin Ahmad Qambarlar bor, Oriflar bor, shu etap-etap ketaveradi. Qaysi davlatga o'tishidan qat'iy nazar. Keyin bu bitta realni ushlab chiqadi, nima? Katta realni. Men o'tgan safar nima qilganman? Men ham realga qiziqaman. Real boqaman, reallarni tetilaga shatishtiraman, boshqa qilaman. Avval shunday edi. Realdan tarixi 98-2000-yilga borib taqaladi. Endi bu teddini ko'pchilik aytadi 80-yillar dedi, birovlar aytadi 64-yil dedi. Ijtimoiy tarmoqlarda, lekin 64 haqiqat. Men ko'pchilik bilan talashaman, boshqa qilaman, endi shu. Bizning nazarimizda shunday. Analiz qilaylik, boshqa qilaylik. Kal Sira qaydan kelib chiqadi? Ikkita Jon Siradan hech qachon Kal Sira ham Salara ham chiqmaydi. Chunki uni qonida avvaldan Kal Sira bo'lmasa, ikkita Jon Siradan Kal Sira chiqmaydi. Asl Teddy, yana bir qaytaraman, asl Teddy Jon Sira Teddy, Kal Sira Teddy, Salara Teddy. Asl Teddy shular. Mana men Saki Miyan Nazarlarni nimasida ham ko'rganman. Buni ko'zini ko'ring. Endi buni ko'zini ko'ring. Ko'zlarni analiz qiling. Ko'zlar analiz qanday? Biri qaymoq ko'z, biri shisha och ko'z. Shisha och ko'zlar. Shisha och ko'z chuqur varaqali qizil varaqali. O'sha qizil varaqali uzun qanday tushuntirsam bo'ladi? Ko'zning atrofida katta kalso qizil aylansa, bu Saki. Ana shu Mr. Dindan keyin ikkitaga bo'lingan. Teddy zoti ikkitaga bo'lingan. Qaymoq zotlar, qaymoq ko'zlilar. Bular Miyan Nazarga bo'lingan. O'shanga ajrab ketgan. O'shandan keyin ikkita bo'lingandan keyin qanday tushuntirsam bo'ladi endi? Qaymoq ko'zni ham qizili bor,
shisha ko'z, oq ko'zni ham qizili bor. Endi qizillarni ichida qaymog'i bor, ichida ochi bor. O'shalarni esdan chiqarmang. O'shanga nisbatan mana bu 8 yil bo'ldi, o'g'lim. Mana bu 8 yil bo'ldi. Mana bu 8 yil bo'ldi. Gold Kamagardan chiqqan, lekin bu Kamagar aslida sal bilinishi mumkin, lekin ko'zini ko'ryapsizmi? Ko'zida farq qilmaydi. Lekin asliga qaraganda bu gold. Foizga nisbatan nisbati ko'rinmasa, nisbati deganda bunda Kamagar ko'rinmasa, Kamagar deyilmaydi. Tushundingizmi? 3 ta zot o'zi chatishgan payti cross bo'ladi. O'shalarga nisbatan. Yana bir qaytarib o'taman. Mana Jon Sira. Mana Jon Sira. Ko'ryapsiz. Nega ko'zi qizil? Bu 3 yoshda kalsiyraga o'tadi. Mana bu sanchiqlar yo'qoladi. Mana bu oq patlar yo'qoladi. O'zi ko'pchilikda narigi nima oq Jon Sirani, oppoq Jon Sira bor, o'sha nima qilib o'zi Jon Siralar aslida sanchiqlar bilan ikkita Jon Sirani jupladeysizmi? Hech qachon kalsira kutmang. Chunki u Jon Siralar avlodi. Hech qachon ikkita Jon Siradan kalsira chiqmaydi. Ikkita kalsira Jon Sira bo'lsa, kalsira Jon Siradan kalsira chiqadi. Kalsira degani bu o'zimizda to'q, mana bosh qop-qora. Bosh qop-qora bu kalsira. Mana ber. Mana kalsira, haqiqiy kalsira mana shu, mana. Ko'ryapsizmi? Tumshukni ko'ryapsizmi? Tumshuk, bu yog'i oppoq, bu yog'i nozik, uchida oq qorasi bor mana. Bu yog'i oppoq. Ko'ryapsizmi? Kalsiraning haqiqiysimi? Bu kalsira. U ham o'sha kalsiraga o'tyapti. Bu Jon Sira. Adashib ketdim-a? Mana u Jon Sira. Ko'ryapsizmi? Uchida qora nimasi bor. Mana uni ko'rsataman dedim. Buni ham ko'rib o'tinglar. Buni ko'pchilik Royal deydi, boshqa deydi. Bular Farzpuri. Farzpuridan chiqqan Royallar. Endi Farzpuri bunda kuchliroq. Bu Royal deb olib bir bola qilib yurmanglar. Farzpuri. Farzpurilarning toni mana Kamagarlarda ham, boshqada ham bor. Ko'ryapsiz? Farzpurining to'nlari hammasi. Ko'zi, boshqasi. Endi qara. Mana bu bosh qora edi o'sha. Bosh qop-qora. Bosh qop-qora. Bo'yinlar qop-qora. Dim qop-qora. Nima bo'ladi? O'sha kalsira bo'ladi. Bular kalsira mana. Dim ana uni uchida qora bor. Tumshug'ning uchida. Tumshuq nozik, uzun, maskalar joyida. Bular kalsira bo'ladi. Endi salarini tushuntiraman. Salaran mana bunday tushuntiray mana. Salarada mana. Badanni ko'ryapsizmi? Badan shunday keladi. Bosh qop-qora. Dum qop-qora. Badandagi holat shunaqa. Bular salara. Esdan chiqarmang. Kalsiylarda faqat bosh qoraysa bo'ldi. Bosh qoraysa bo'ldi. Salaralarda badan tonni ko'ryapsan, badan. Dumni ko'ryapsan, qora. Salara. Ana shunda salara bo'ladi. Salarada yana bitta nimasi bor mana. Ko'ryapsizmi? Mana shu bo'lishi kerak. Обязательно mana oyoqdagi jullar. Oyoqdagi jullar ham qora bo'lishi kerak. Nega Jon Sirada yo'q mana? Mana Jon Sirani olamiz. Jon Sirani oyog'ida nega yo'q? Mana oppoq, bunisi ham oppoq. To'g'rimi? Kalsirani olamiz.
Mana. Nega? Nega? Qop-qoraymagan. Qop-qoraymagan. Badanda qoralar bo'lishi kerak. Mana u badan qanotlarda ham, bu yerda ham gulla обязательно bilinishi kerak. O'shanda salara bo'ladi. Salarani badani mana. Mana. Ko'ryapsizmi? Xuddi rampuridan farq qilmaydi. Lekin dumam qop-qora bo'lishi kerak. Salarada. Oyog'i ham bilinishi kerak. Mana haqiqiy rampurida bir xil. Nega rampuri bilan salara bir xilmi deydi ko'pchilik mana. Buniki qop-qora. Buniki qop-qora. Badan ham qop-qora. Lekin rampurida ham bunda ham teddini nimasi bor? Nima uchun? Maska bor. Maska adashib ketib qolganmi? Qandaydir nimadadir adashib ketilganmi? Maskada adashilgan. Mana bu maskada adashilgan. Adashib chatishtirilgan. Agar bu ham bo'lmaganda, maska ham bo'lganda, bu qizil sharp, qora dum, qora qo'llar deydimi, qora qanotlar, o'shanda chisti salara. Qora oyoqlar mana. Mana u jullar, mana u jun deydi-da, buni endi qanday patga o'xshagan. O'shanda salara bo'ladi. Lekin bu rampuri. Tushundingizmi? Goldni tushundingizmi? Yana bir takrorlayman. Gold. Nima uchun gold? Ayt. Nima uchun gold? Chunki ko'z aniq. Bu yerdagi seriya aniqlik. Dum qoralik aniqlik emas. Badan kamagar qoni bor, lekin qora tirnoqlar yo'q. Ha, mayli. O'shalarga e'tiborga o'tinglar. Aziz kuzatuvchilar, Pokiston teddi ishqibozlari o'shalar nima deydi? Ishqibozlikda qanday tushuntirsam bo'ladi? Ishqibozlikda farq bor. Bu uchuvchi, uzoq varaqali, uzoq osmonga cho'kib uchuvchi, osmonga tiniq uchuvchi kaptanlar bular. Hech qanaqa bir 15 mun yana ko'pirtirib aytadigan bo'lsak 15 soat uchadigan kaptanlar emas, sutkalik uchadigan kaptanlar. Tarbiyalasangiz. Tarbiyasiga bog'liq. Mana bu Shohrux Mirzo ukamiz qarate endi. O'zimizni shogird billa uchirib ko'rdik. Sen ko'brashinlar uchirding, ha? Soatlarni ko'rdik. 8 soat, 9 soat, 10 soat. Lekin 11 soatga o'tgani yo'q. Asl teddi mana shular. Asl teddi Jon Sira, Kalsira, Salara. O'shalardan chiqarish kerak. Royallarni ham ko'rdik. Mana o'zimda ham turibdi hali ham. Royal teddilarni endi men qandaydir yomonlash boshqa nimam yo'q. O'zim ham boqaman boshqa. Lekin Dubaydagi birodarlarimiz o'zi asl teddi Kalsira, Jon Sira, Salara, Gold, Kamagar, Farzupuri, Selko. O'sha zotlarga O'zbekistonda e'tibor berishimiz kerak. Zotini qayerdan chiqib kelishi, boshqasi endi ko'pchilik ma'qullaydi, ma'qullamaydi. Men ham nima qilmayman endi. Qo'liga kelgan teddi, bu qo'liga kelgan teddi, bu o'ziniki. O'ziga tarbiyasi, boshqasi soatini bilsa, uchirishda men ko'p aytaman. 3 oy, kami 3 oy. 3 oy tarbiyalang. Donga tushgandan keyin 5 soat, 6 soat uchib beradi. Bu degani 50 kunda donga tushib, 60 kunda uchib beradi sizga. 60 kunda emas. 3 oy tarbiyalash kerak. 3 oy donga tushdimi? Donga tushgan payti 5 soat, 6 soat uchib beradi. 5 soat, 6 soat emas. O'sha payti
qanotini baylaysizmi, qanotini kesasizmi, setavra qilasizmi? Lekin qafas qilish kerak. Qafasni qanday qilish kerak? Valerni qilsak tepaga, nisbatan tepaga 6 metr uydan farq qilish kerak-da. Uydan farq qilib, tepada yorug'lik bo'lishi kerak. Demak, kechasi ham o'tirish kerak bu kaptar. O'sha qafasning ichida kechasi ham o'tirish kerak. O'sha momentda 3 oy tayyorlash kerak bu kaptar. Kam 3 oy, 6 oydan 3 oy. Bu o'tirib qoladi, yotib qoladi, bu tuxumga qiziq. Bu kaptalarda unaqa hissiyot yo'q. Liboy moment, liboy uchirsangiz, liboy soatni chiqarib beradi. Faqat bitta dushmandan ehtiyot bo'ling, faqat Ko'pchiqdan ehtiyot bo'ling, bo'ldi. Qirg'iydan ehtiyot bo'lsangiz bo'ldi. Boshqa dushmani yo'q buni hayotda. Osmondan tushmayapti deyapsizmi? Bu osmondan tushmayotganining sababi bor. Ha bu 5, 6, 7, 8 soat, 12 soat osmonda uchib yurgandan keyin 12 soat ichida nechta qirg'iy, nechta ko'pchiq o'tadi? Maladoyligida uchirasiz, babichkaga o'xshab uchadi. Babichkaga o'xshab uchgandan keyin bu bir joyda turadi degani bu. Bir joyda uchib turadi degani bu ko'pchiqqa tayyor yem degani. Shuning uchun 6 oy tayyorlanadi. Bu kallasi yo'q degani emas bu. Kallasi yo'q kaptar u 5 yil, 6 yil boqib 3 soat ham uchmaydigan kaptar kallasi yo'q kaptar. Bu donga tushmasdan 3 soat, 5 soat uchib beradi. O'shanga nisbatan tepada yurgandan keyin ko'pchiqdan qochish uchun kuch kerak. Bu maladoy bo'lgandan keyin qanday qochib qutuladi? Bir joyda uchib turgandan keyin qanday qochib qutuladi? O'shaning uchun 3 oydan 6 oygacha tarbiyalash kerak buni. Uchirmasdan, donga tushgandan keyin, bu tug'ilgandan keyin emas. O'shani tushunib yetinglar. O'shanday ko'ringlar. Valerni kattalashtiring, uyingizdan baland qiling 5-6 metr. O'shanga nisbatan ko'rasizlar. Rezultatni keyin aytasizlar. Yoriq qiling. Ha deb uchishga qiziqadi ko'pchilik. 1 soat donga tushgandan keyin uchiradi, 3 soat uchadi. O deydi. Bilet azar, yomon azar. Ertasi yana bir uchiraydi dedi. 4 soat uchadi. Yana bir uchiraydi dedi. 5 soat uchiradi. Keyingi safar uchiradi, o'zi yo'q. Chunki maladoyligida babichkaga o'xshab uchadi. Bu tayyor yem qirg'iyga, ko'pchiqqa. O'shaning uchun 3 oydan 6 oygacha tarbiyalang. Qanotini qirqib qo'ying, xolasangiz sitara qilib qo'ying, boshqa qiling, maladoyligida. O'shanga e'tibor bering. Mana Dubaylarni ko'ring. Ishonmasangiz Valer deb bering mana. Dubay Valer, Pokiston, Hindiston Valer deb bering. Hammasi setkada. Setkada shunday 3-4 metr uydan tepada boshqa qilib. Bular shunaqa kaptar. Chunki bu o'zimizning kaptar emas. Dunyoda hozir tan olgan 3 ta davlat bor. Saudiya Arabiston qirolligi tan olgan bu kaptarlarni, Pokiston, Hindiston, o'zi asli Pokistonning kaptarlari. Chunki bizgacha nimaga yetib keldi? Yaxshi bo'lgani uchun, yaxshi uchgani uchun. Bizga o'yini boshqasi kerak emas. Men o'yiniga ham boshqasiga ham qiziqmayman. Osmonda 6 soat yo'qolib yurgani uchun qiziqaman. Osmonda 6 soat topolmay o'tirganim uchun qiziqaman. Ana shu 6 soat topolmay o'tirishga qiziqsangiz, ko'ring, boqing. Bu Hindiston, Pokiston kaptarlari. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Lekin tarixni unutmanglar. Tarix bu Mr. Din degan odam ijro qilgan bu kaptarlar. Ijrodan keyingi insonlar Bhati Chodri Saki degan inson, Miyan Nazar degan inson. Ikkinchi insonlar. Tushundingizmi bularni? Bularning ikkalasining ham ko'zida farqlari bor, ikkalasining ham liniyasi aniq. Ikkita liniyani ajratishni bilinglar. Liniyachilar. Menga liniya deydigan. Men avval tushunib yetganman bu narsani. 2018-2019-yil.
19-yil O'zbekistonga mana shu teddilar kirib kelgan. Agar 19-yildan oldingi teddilar bo'lsa, menga rasmini tashlasin sanasi bilan, men bir ko'ray. Ha, deydiganlarga. Ana shunaqa. O'sha ikkita liniya, asosiy liniya Saki. Eslab qolinglar, Saki. Chodri Saki. Miyan Nazar degan insonlar. Bittasini aytdim, qaymoq ko'z, bittasi ochiq, varaqali, qizil ko'zli, endi o'zim qo'shadigan bo'lsam, shisha ko'zli bo'lib keladi. Shisha ko'zli, uzoq varaqali, ochiq. Ana shu Sakini liniyasi qaymoq ko'zlilar Miyan Nazar degan insonni o'sha Mr. Dindan keyingi insonlar. Undan keyin Ahmad Qambarlar olgan Dubayda. Endi ko'pchilik undan keyingi nimalar bu narsalarni bilishimizga avvalambor Alloh, keyin mana Dubaydagi Ajman Pigion komandasi bor. Ajman Pigion komandasining rahbari Orif akaga rahmat. Gaplashib turamiz, boshqa qilib turamiz. Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Kamchilik bo'lsa, faqat kamchiliklar o'zimizdan, bilganlarimiz faqat Allohdan. Ehtiyot qilinglar o'zlaringizni.